Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Tarixda biz qanday qilib islom dinini qabul qilganmiz? O'z aslida biz otalarimiz, ajdodlarimiz tangrichilik diniga e'tiqod qilgan. Tangrichilik dini bu yuqorida yagona Tangri bor dini aslida. Va do'stlar, Yunon tarixchilari tomonidan tangrichilik dini islom diniga juda ham o'xshashligi haqida ma'lumotlar qoldirib ketishgan. Xo'p, biz turkiylar qachondan boshlab islom dinini qabul qilishni boshlaganmiz? Aslida asosiysi 751-yil Talas jangidan so'ng turkiylar asta-sekin islom dinini qabul qilishni boshlagan. Lekin do'stlar, 751 Talas jangi umum dunyo tarixini o'zgartirib yuborgan jang hisoblanadi, chunki turkiylar yo buddist yoki bo'lmasam islom bilan sharaflanish kerak edi. Alloh qudrati bilan arablar bu jangda g'alaba qozongani uchun biz islom dini bilan tanishishni boshladik. Juda ham xatarli bir jang edi. Ya'ni bizning taqdirimiz hal qilinayotgan jang bo'ladi. Va do'stlar, shuni eslataman. Kommunizm vaqtida bizga arab bosqini, arab zulmi deb tushuntirishgan. O'sha 750-yil, 720-yillarda arablar zulmi bo'lganmi? Albatta bo'lgan. Faqatgina Amaviylar vaqtida bo'lgan xolos. Chunki payg'ambarimizdan so'ng 4 ta xalifa, 4 ta xalifadan 80 yil so'ngra Amaviylar islomni shar'iy huquqlarini qo'yishmagani uchun turkiylar islom dinidan qo'rqib qolishgan, sovishgan. Islomni qabul qilayotgan turkiylar ham dindan voz kechib olgan, qaytadan islomdan chiqib ketib qolgan. Lekin shuni eslataman, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Abu Dovuddan keladi, 4302-hadis. Turkiylarga qilich ko'tarmang toki ular sizga yurish boshlamaguncha hadisi. Va do'stlar, arab xalifalarining ko'pi turkiylarga olim jo'nating, islom bilan tanishsin degan so'zlarga rioya qilmagan Amaviylar. Amaviylar o'z aslida 2-sinf islom dinini qabul qilgan insonlarga zulmlar qilishgan, oz maoshlar berishgan va ya'ni islomni keyinchalik qabul qilgan insonlarni asosiy inson o'rnidan ko'rishmagan. Shuning uchun ko'p insonlar islom dinidan sovib qolgandi. Bu do'stlar juda ham avjiga olgan vaqtlar shu 700-yillardan keyin bo'ladi. Va do'stlar, ko'p turkiylar Amaviylar hukmdorligidan sovib qoladi, xalifasidan. Faqatgina turkiylar emas, arabiylarda o'zi ham Amaviylar xalifasidan sovib qoladi. Shuning uchun Abbosiylar xalifasi chiqib davlatni egallaydi va butun xatolarni to'g'rilashni boshlaydi. Endi kommunizm vaqtida faqatgina yomon tarafini ko'rsatib berishdi. Qayerda qora nuqta bo'lsa, o'sha tarafini ko'rsatib berishdi xolos. Talas jangi haqida o'zbekchada juda ham oz ma'lumotlar bor. Chunki biz olimlarimiz bu haqda izlanib, o'quvchilar uchun ma'lumot qoldirishmagan uchun bu jang haqida ma'lumotlar juda ham kam. Lekin Turkiyaning turkchasida juda ham ma'lumotlar ko'p Talas jangi haqida. Va do'stlar, dunyoda turkiylar bo'yicha islomni birinchi qabul qilganlar aslida qarluqlar bo'ladi. Qarluqlar esa bizmiz. Va shuni eslataman, turkiylar bo'yicha birinchi islom Turkiy imperiyasini qurgan ham qarluqlar bo'ladi. Oldin qarluqlar davlati bo'ladi, oradan vaqt o'tib Qaraxoniylar davlati bo'lib o'zgaradi. Yana ham biroz vaqt o'tgandan so'ng Qaraxoniylar umumiy shaklda islom dinini qabul qilishni boshlaydi. Lekin bu 920-yillarga to'g'ri keladi. Men islomni qabul qilishni boshlanish nuqtasini tushuntirib beryapman. 751 Talas jangidan. Endi do'stlar, shuni eslataman, Google'ga turkchada savol bersangiz, islomni birinchi qabul qilgan turkiylar degan savol bersangiz, qarluqlar degan javob chiqadi. Ya'ni biz qanchalik ishlamayotganimizni tushuntirib beryapman xolos do'stlar. Birozgina tanqid bo'lsinki, biz o'quvchilarimiz izlansin. Bu haqda ma'lumotlar qoldirsin. Xo'p, mavzuga qaytamiz do'stlar. Endi o'sha paytdagi jo'grafiyani tushuntirib beraman. Amaviylar davlati, Turkishlar xoqonligi va ikkinchi ko'k turkiylar davlati va Tang xonadonligi bor edi, Xitoy Tang xonadonligi va Tibet bor edi. Va do'stlar, shuni eslataman, Turkishlar davlati Amaviylarda zulmiga qarshi kurashgani uchun ko'p turkiylar o'zini qutqaruvchisi deb hisoblagan Turkishlar davlatini. Lekin oradan vaqt o'tgan sari ikkinchi ko'k turkiylar davlati qulaydi, orqasidan sekin-asta Turkishlar imperiyasi ham qulaydi. Orada ikkitagina asosiy davlat qoladi. Amaviylar xalifaligi va do'stlar Tang xonadonligi. Tang xonadonligini bilasizlar, ya'ni Xitoy doim buddizmni yoyish harakatida bo'ladi. Va do'stlar, o'sha paytlarda ikkitagina hokimlik qolgan turkiylarda. Birinchisi Farg'ona hokimligi va Toshkent hokimligi. Farg'ona tarafi ko'proq Xitoydan yordam olardi, Toshkent tarafi esa Amaviylardan yordam olardi. Ya'ni boshlariga bir kulfat kelganda. Va do'stlar, shu Farg'ona hokimiyati bilan Toshkent hokimiyati doim bir-biri bilan urushib turardi. Toshkent tarafini Amaviylar, ya'ni qo'llab-quvvatlab ham o'zi boshqarib olishga harakatda bo'lardi. Farg'ona tarafini esa Tang xonadonligi. Endi do'stlar, Tang xonadonligining asosiy bitta generali bor. Juda ham mahoratli. Bu odam
shu jangda yutqizgani uchun biz asta-sekin islom bilan tanishishni boshlaganmiz. Lekin juda ham mohir bo'lgan. Gao Qianzi ismi. Bu odam aslida koreyalik. Buni otasi Koreya davlatiga xizmat qilgan va Tang xonadonligiga qarshi kurashganda jangda mag'lub bo'ladi va asirga aylanadi. Oradan vaqt o'tgandan so'ng Xitoy imperatori uni ozod qildiradi va bu odam Xitoy davlatiga xizmat qilishni boshlaydi. Oradan vaqt o'tib, o'zining o'g'li Gao Qianzi ham Xitoy davlatiga xizmat qiladi. 20 yoshida general bo'lib saylanadi va do'stlar, Xitoy imperatorining buyrug'i bilan Xitoy davlatini tiklashni boshlaydi. Yurib shimolga chiqib kelib, janubdagi Tibet davlatidagi 72 viloyatni juda ham qisqa muddatda egallab chiqadi. Va do'stlar, Farg'ona bilan Toshkent bir-biri bilan urushib ketgan xabarini olgandan so'ng Toshkentga qarab kirib keladi. Toshkentga kelib, Toshkentni parchalab yuboradi. Va do'stlar, o'sha paytda davlat autoritetasi anchagina zaif bo'lgani uchun Xitoyga qarshi Toshkent kurasha olmaydi. Agarda Toshkent tushadigan bo'lsa, do'stlar, budizm yoyilishni boshlardi. O'sha paytlarda Amaviylar xalifasi yiqilib, o'rniga Abbosiylar o'tirgani uchun Toshkent hokimiyati o'ylanib qolgan. Biz islom davlatidan yordam olaylikmi, olmaylikmi degan. Va do'stlar, oxirgi qarorga kelishib, Abbosiylar davlatiga jo'nab ketadi Toshkent hokimiyati. Va do'stlar, o'sha paytda Abbosiylarda birinchi xalifasi Abul Abbos As-Saffoh bo'ladi. O'sha insonning yoniga yetib borib, bo'layotgan voqeani tushuntirib berishadi. Lekin Abbosiylar davlati yangi tiklangani uchun bu Turkiston jo'rafiyasini islomga yaqinlashtirish bir siyosati kechga surilgandi, chunki Xitoyda kirib kelishini hech tasavvur qilishmagandi. Lekin bu tarafga yordam jo'natishga qaror qiladi Abul Abbos As-Saffoh. Va do'stlar, Abul Abbos As-Saffoh eng yaqin do'stlardan bo'lgan Ziyod bin Solihni jo'natadi. Eng kuchli qo'mondonlardan bu odam Ziyod bin Solih o'zini armiyasi bilan yo'lga chiqadi va o'sha paytda 751 Talas jangi haqida izlangan bir turkiyalik professor bor. Bu odam o'sha paytdagi jang qurollarigacha har narsani o'rganib chiqqandi. Ismi esimdan chiqib qoldi. Turkiylarda qilichi o'ta ham kuchli bo'lgan do'stlar. Tushuntirib beraman Turkiylarda qilichini. Birozgina uchi sivri, past ham birozgina egilgan. Ya'ni ho'l qo'lingiz bilan ushlaganingizda ham ancha-munchaga qo'lingizdan qilich tushib ketmaydi. Oson kesadi va o'tkir juda ham. Va do'stlar, Turkiylardan tashqari Xitoyliklarda jang quroli ham birozgina texnologik ustunligi bor edi. Chunki nayzasini uchida ilgaga bor edi. Shunday chiqib turgan. Ham u bilan hujum qiladi, agar tortadigan bo'lsa, dushmanning qo'lidagi qilichini olib qo'yishi mumkin. Va do'stlar, Turkiylarning nayzasi ham nayzani uchida bir mato o'ralgan. Insonga suqqandan so'ng qonlar u nayzani qolgan tarafiga o'tmaydi. O'shani uchida qolib ketadi. Va do'stlar, turkiylar ot ustida juda ham kuchli jang qilgan. Suvoriylari. Ot ustida jang qilish turkiylarda odati bo'lgan, chunki kundalik hayotida otda juda ham ko'p foydalangan turkiylar. Arabiylar esa nayzasi oddiygina va do'stlar, Ziyod bin Solih 3000 kilometrdan kelgani uchun askarlarda kiyimlari yupqa zirhlardan va askariy malzamalar ham juda ham zaif edi. Lekin o'sha holatda ham keladi. Gao Qianzi esa Toshkentni qulatib, sekin askarlarini to'plab, shimolga qarab chiqib yurishni boshlaydi. Tang xonadonligiga qarab. Shimoldan g'arb sharqqa qarab yurishni boshlaydi. Buni xabarini olgan Ziyod bin Solih orqasidan tushadi. Abbosiylar davlatidan chiqib, shimol bilan hozirgi Qozog'iston tuproqlaridan chiqib va sharqqa qarab yurishni boshlaydi orqalaridan. Lekin bir nuqtada qarasaki, Gao Qianzining ozgina askarlari birdaniga ko'payishni boshlaydi. O'ylab qarasa, farg'onalik qarluqlar Xitoyliklar tarafga o'tganini o'rganadi. Chunki o'sha paytlarda farg'onalik qarluqlar yasham shartlari juda ham qiynalib ketgani uchun, davlat autoritetasi parchalanib ketgani uchun yasham qiyin ahvolga kelib qoladi. Shuning orqasidan pulli jangchi bo'lib yollanishadi. Gao Qianzi yo'qolib ketgan askarlarini o'rnini to'ldirish uchun qarluqlarni pulli jangchi qilib qo'shniga qo'shib oladi. Ya'ni suvoriylarda asosiy qismi qarluq turklari bo'ladi. Va do'stlar, 751-yil yoz oylarida Talas nehrining atrofida ikkita armiya bir-biriga qarama-qarshi keladi. Jang pozitsiyasini tushuntirib beraman. Ikkala lashkarlar, birinchi qatorda kamonchilar, uni orqasida piyodalar, chap va o'ng qanotlarda suvoriylar bor. Lekin Xitoyliklar tarafining chap va o'ng qanotlarida faqatgina turkiy suvoriylar bor. Turkiy suvoriylarga qarshi ancha-muncha armiya bas kela olmaydi. Qayta-qayta aytayapman, chunki biz sovuq jo'rafiyada yashaganimiz uchun va otni kundalik hayotda juda ham ko'p foydalanganimiz uchun ot ustida boshqacha jang qilgan biz otalarimiz. Ya'ni turkiylarga qarshi jang qilish
Oson bo'lmagan. Va shu narsani eslataman, ikkita bir-birini tanimaydigan irq jang qiladi bu yerda. Arabiylar va xitoyliklar. Endi bizni qadarimiz o'sha jang bilan bog'liq edi. Agar Xitoy yutadigan bo'lsa, biz budizmga qarab kirgitib qolishimiz xavfi bor edi. Alloh qudrati bilan islom dini bilan sharaflandik. O'sha jangda arabiylar yutib chiqdi, lekin juda ham muammoli bir jang bo'ladi, chunki jang 5 kun davom etgan. Birinchi kun jang boshlanadi va shuni eslatib qo'yaman do'stlar. Xitoyliklarning qo'lida arbalet bo'ladi. Bilasizlar, arbaletni ushab turib bosib otadi. Arbaletni o'qlab olish birozgina vaqt oladi, lekin to'g'ri ushab otadigan bo'lsa, kuchli ta'sir qiladi. Arabiylarning qo'lida esa kamonlar bo'lgan do'stlar. Va do'stlar, bu jang birinchi kun boshlanadi. Bir xil professorlar shunday ta'rif bergan bu jangga. Go'yoki shaxmat o'ynaydi. Juda ham qiyin jang bo'lardi deganday bir ta'riflar berishardi. Ikkita aql o'yini. Xullas, jang birinchi kun boshlanadi. Birinchi kunda xitoyliklar faqatgina himoya qilish pozitsiyasida jang qilishadi xolos. Bitta joyda turib olishadi. Arabiylar kelib hujum qiladi. Ular dushmanni yorib kirishini yo'l qo'yishmaydi. Va do'stlar, ikki tarafdagi suvoriylar, turkiylar doim hujum qilib arabiylarga ziyon beradi. Birinchi kun jangi Gao Qiangzi tarafda bo'ladi va bir kun dam olishadi. Ertasi kun yana jang boshlanadi. Ertasi kun esa Ziyod bin Solih tarafda bo'ladi jang. Uchinchi kun ham jang bo'ladi. Uchinchi kunda esa arabiylar juda ham katta yo'qotishlar beradi. Va do'stlar, 4-kun jang bo'ladi. 4-kunda ham birozgina katta yo'qotishlar bo'ladi. Buni bilgan Ziyod bin Solih qarluqlarda qo'mondoni bilan ko'rishadi kech payt, yashirincha. Aytadiki, eskidan qilingan zulmlar endi qilinmaydi. Endi haqiqiy islomda adolat keladi. Sizlarga hech qachon zulm qilmaymiz. Eski bo'lgan voqealarni to'xtatamiz deganda kelishib olishadi. Va do'stlar, 5-kun jang boshlanadi. 5-kun jang boshlanganda yana xitoyliklar himoya pozitsiyasida turishadi. Lekin arabiylar to'p yakun jangda boshlaydi, hammasi birdaniga. Va buni ko'rgan Gao Qiangzi xatar kelayotganini his qilib, ikki taraf qanotlarida turgan turkiy suvoriylarga jang buyrug'ini beradi. Jang buyrug'ini berganda turkiylar arabiylarga qarshi kurashni o'rniga orqadan kelib xitoyliklarni o'rab oladi va qirib olishadi. Qochishga uringan xitoyliklarni ham qirib olishadi. Chunki biz otalarimiz bilganki, oldindan Xitoyni yaxshi tanishgan. Chunki to u Xun davridan va ko'k turkiylar davridan beri Xitoy bizni budizm qilishga harakat qiladi. Ichki siyosatimiz bilan o'ynaydi, aralashadi. Shuning uchun turkiylar u vaqtda tavakkal qilib arabiylar tarafga o'tib olishgan 5-kunda. Va do'stlar, Gao Qiangzi juda ham katta yo'qotish bilan jangda mag'lub bo'ladi va orqaga qaytib ketadi. Gao Qiangzi aslida o'ldirilishi kerak edi Xitoy imperatori tomonidan. Lekin Xitoy imperatori Gao Qiangzini o'ziga tan soqchi, ya'ni bosh tan soqchi qilib saylab oladi. Ya'ni o'zini jonini u odamga omonat qiladi. Chunki undan oldin eslataman yana bir marotaba, Tibet davlatini 72 viloyatini juda ham qisqa muddatda egallab chiqadi. Xitoy imperiyatini ko'ngliga yoqish uchun qo'lidan kelmagan hech narsa qolmaydi. Toshkentda ham qisqa muddatda egallab, parchalab chiqib ketadi. Va do'stlar, Ziyod bin Solih asirga olingan askarlarni, Xitoy askarlarini Abbosiylar davlatiga qaratib olib ketadi. Xitoyliklar bilasizlar, qog'oz ishlab chiqaradi. Qog'oz ishlab chiqarishda xitoyliklardan arablar o'rganishni boshlaydi. Asirga olingan xitoylik askarlarning orqasidan. Va porox shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalarda arablar ya'ni o'zlariga o'zlashtirishni boshlaydi va Renessans boshlanadi. Va bu jangdan so'ng biz turkiylar asta-sekin islom dinini qabul qilishni boshlaymiz. Agarda bu jangda xitoyliklar g'olib kelganda o'ylantirib qo'yadigan bir narsa. Qarang, dunyo tarixini o'zgartirib yuborgan tarix hisoblanadi. Biz qarluqlar asta-sekin islom dinini qabul qilganimizdan so'ng atrofimizdagi boshqa turkiy qavmlar ham islom dinini qabul qilishni boshlaydi. Oradan vaqt o'tadi, Qarluqlar davlati Qaraxoniylar bo'lib o'zgaradi. Qaraxoniylar biroz vaqt o'tgandan so'ng Sodiq Bo'hraxon davrida tamomila islom dinini qabul qilishni boshlaydi va islom renessansini tarqatadi. Islom uchun xizmat qilishni boshlashadi. Lekin do'stlar, bu haqda alohida video olaman, chunki biz musulmon bo'lishimizga sababchi bo'lgan Somoniylar davlati bo'ladi. Somoniylar kim? Tojiklar davlati do'stlar. Buni alohida video qilib tushuntiraman do'stlar. Men sizlarga shu narsani eslataman. Bu jo'rafiyada turkiylar bilan forslar 2500 yildan beri bemalol bir-biri bilan kelishib, ahil inoq yashashib keladi. Lekin nimagadir 100 yildan beri bir-biri bilan kelisha olmayapti. Nimaga ekan? Bir so'z esimga tushib ketdi. Bo'lib parchalar boshqar. Zo'r so'z. Endi do'stlar,
Qiynalmasdan pul topishni xohlaydigan bo'lsangiz, Vodiy Mo'yka Market O'zbekiston bo'ylab avtomatik avtomoykalar ochib berish xizmatiga ega. Yevropa standartlarini xohlasangiz, avtomatik mo'ykalar, xohlagan turingizda mo'ykalarni ochib beradi. Juda ham skidka narxlarda O'zbekiston bo'ylab avtomatik avtomoykalar ochib berish xizmatiga ega. Yevropa standarti bor-ku, mashinangiz bilan kirasiz, avtomatik o'zi yuvib beradi. O'sha O'zbekistonda birinchi bo'lishi mumkin. Vodiy Mo'yka Market sizlar uchun qilib beradi. Pastga nomer qoldiryapman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Jag'imni olib ketdi do'stlar. Noto'g'ri tushundinglar. Yana ham ko'proq ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoda do'stlaringizga jo'natishni unutmanglar, chunki bu voqeani birinchi bo'lib men tushuntirib berdim va do'stlar, buni tushuntirib berganimga juda ham xursandman, to'g'risi. Menga nasib qildi bu narsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.